Bugun Qo'qondagi eng ishonchli va eng sifatli elektr ustalarini ko'rsataman. Birinchilarga aytsamiz, shunday ximiyni svetoforda Iqbol aka ustaxonalar kelganmiz. Assalomu alaykum. Iqboljon aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Necha yil bo'ldi aka bu sohaga kirganingizga? 13 yil, 13 yil, xudo xolasa. Telefon raqamingizni qoldirib qo'ymang. Elektrik bo'yicha hamma ishlar, programmalar ham bitaveradi aka. Ha, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Aka, sog' bo'ling. Rahmat aka. Ikkinchilarga aytsamiz, 65-avtobazadagi Muhammadjon akani oldilarga kelganmiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, necha yildan beri shu sohadasiz? 12 yildan beri. 12 yildan beri shu sohadasiz. Elektr ishlari bo'yicha, kompyuter ishlari bo'yicha hamma xizmatlarni qilib beraverasiz aka, xudo xolasa. Nomeringizni qoldirib qo'yapman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, sog' bo'ling. Uchinchilarga aytsamiz, yarim markada avtosalonni ichida Ahmadjon akani oldilarga kelganmiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Necha yildan beri shu sohadasiz aka? 26 yil bo'ldi. Gap yo'q, ro'parasi 26 yil bo'libdi. Aka, elektr xizmatlari bo'yicha, kompyuter xizmatlari bo'yicha bemalol aloqaga chiqishaveradi. Bemalol. Xudo xolasa aka, men eski ustalardanlar nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib xizmatlarni qildirishlari mumkin. Aka, ishlaringizga rivoj, rahmat. Salomat bo'ling. To'rtinchilarga aytsamiz, Babushkindagi Lada servis ichidagi Rasulxon aka oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamisiz? Bu sohada tajribangiz necha yil aka? Obshi. Общий tajribam 26 yil. 26 yildan beri shu sohada ekanlar. Gap yo'q. Aka, elektr ishlari bo'yicha bemalol aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa inshaalloh. Nomer qoldirib qo'yaman. Babushkinda turadiganlar, Babushkinda aholi bemalol aloqaga chiqib xizmatlarni qildirishlari mumkin akamlarda. Sog' bo'ling aka. Bu ko'rsatgan ustalarim Qo'qondagi eng zo'r ustalar hisoblanadi. Agar siz o'zingiz ustingizdan siz chiqmay yurgan bo'lsangiz, bemalol shu ustalarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu videoni yaxshi usta topolmay yurgan do'stingizga jo'natib qo'ysangiz, hammamizga manfaatli bo'ladi. Bitta like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin.